Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan birga Olapar TV kanalida uchrashib turganimizdan juda ham xursandman. Bugun 15 aprel. Sarani qo'shganimizga где-то 35-36 kunlar bo'ldi. Bugun Sarani homilasini tekshirishga o'ziga boryapmiz. Homilasining nechinchi kunligi aniq bo'ladi va harakat qilamiz bolalarning sonini ko'rishga. Kirishdagilar bo'ldi. Sizdan keyin birinchi kasalxona, bularni pastga tushasiz. Ya, terus shakl ko'rsatdingmi? Qadrli do'stlar, hozir Sarani o'zi bo'ldik. Veterinar aytishi bo'yicha hozirda Sarani to'liq hamma joyini o'zi qila olmadik. Bir tomonni o'zi qildik, bir tomonda ikkita bolasi bor edi. Xullas, itogovoy nimamiz, Sara homilador bo'lgan, qornida bolasi bor. Keyingi videoda men sizlarga itni o'zi qildirsa arziydimi, arzimaydimi, o'zi qanday qilinadi, to'liq o'zi haqida men sizlarga ma'lumot berib o'taman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va pastga bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga omad, hammaga xayr.